tilagan holatda eng yaqin do'stlaringiz Karimjon adashmasa. Qolaversa birgalashib barcha mana shu do'stlar, sirdoshlar bugun jam bo'lgan ekan. Hammasini mikrofonda chalmaymiz. Albatta bugun do'stlar g'animat, Semoni g'animat, Nosirjon Merokiylar. Do'stim, yaxshi tilakim jonda eshitamiz, chunki bugun guvoh do'sti bu. Nosirjon, keyin marhamat. Mana shu o'tirish savasi bo'lgan do'stimiz Olimjon va umr yo'ldoshi bo'lgan Mahliyaxonlarning baxt va oson insonga o'tirayotganmiz, ularga baxt va oson deymiz. Mana shu o'tirish savasi bo'lgan sindoshlar nomidan va do'stimiz nomidan tabriklaymiz. Ama so'znamada Abdullajonga Assalomu alaykum. O'zimizga mehmonlar hamda mehmonlar. Mana shu kungacha o'tirishimizning asosiy sababchisi bo'lgan do'stimiz Olimjon, uni umr yo'ldoshi Karochidir. Mahliyaxon. Uyga baxt esa toji taxt. Ve oğlum boşlar kilikyo baxtli bo'lmay bo'g'ay kutinglar. Yusuf boshlar o'zga davlat Rossiyaga kelgan Oybek Oslam yana kimlar shular nomidan hammasini tabriklaymiz. Nasib bo'lsa Karochibarga ularning rotiga o'tiring. Bo'ldi, rahmat rais bu. Halimjon edi, adashmasam. Abdullajon. Baxt tilaymiz, toji taxt tilaymiz. Bu yangi yil kayfiyati do'stlar. Chiroyli musiqa bo'lsin do'stlar uchun marhamat. O'ynab boradi albatta. Keyinlar.